Chilima o'zida yoshi ustida ma'lumotga maxsus kasb kutubxonachi. Kitoblar bilan ishlagani uchun hayot sahifalarini ham yaxshi o'qiy oladi. Oilali, ikki farzandning mehribon onasi, ba'zan turmush o'rtog'i bilan kichkina bahs-munozaralar ham bo'lib turadi. Lekin bu ham oilaviy hayotning bir sahifasi. Gohida kulgili, gohida jiddiy. Baribir kun oxirida hammasi yarashuv bilan tugaydi. Shokir va Gulmehran oilali, kutubxonada ishlaydigan, kitoblarni juda yaxshi ko'radigan mas'uliyatli xodima. Lekin fe'lida ozgina signalizatsiya ham bor. Eshik qarz etsa ham kim keldi ekan deb yuragi qaqiydi. Yaqinda turmushga chiqqandan keyin esa hamma o'yladi, endi Gulmehran dadil bo'lib ketsa kerak deb. Ammo turmush o'rtog'i safarga ketib qolgach, Gulmehranning jasorati ham chamadon bilan birga safarga ketib ketgandek bo'ldi. Xonada esa u haqiqiy tozalik ko'rgisi. Qisqasi Gulmehran juda mehribon, mas'uliyatli, ozgina qo'rqoq, lekin yuragi toza inson. Uchinchi ishtirokchimiz Hafiz va Gulzoda, kasb kutubxonachi, lekin yuragi zamonaviy texnologiyalar bilan turadigan inson. Axborot kommunikatsiya texnologiyalar bo'limida ishlaydi. Ya'ni kitoblar bilan bir qo'lda, kompyuter bilan ikkinchi qo'lda do'stlashib ketgan ayol. Doimo kulib yuradi. Hatto kompyuter bilan ham ba'zan xato qilsa, u jahli chiqmaydi, balki unga ham kulib qaraydi. Ishxonada ham, uyda ham Wi-Fi signalidek kayfiyat tarqatadigan inson desa bo'ladi. Oilali, farzandlari uchun esa super ona. Bir paytning o'zida ham nasihat beradi, ham kuldiradi. Ham darsingni qildingmi deb nazorat qiladi. Boshida doimo ro'mol, go'yoki bu uning doimiy brendi. To'rtinchi ishtirokchimiz Rustam va Oygul, kadrlar bo'yicha inspektor, lekin aslida tashkilotning yarim psixologi, yarim tergovchisi va to'liq tartib posboni. Ish faoliyatini oddiy xizmatchi sifatida boshlagan bo'lsa-da, hozir kadrlar ishida tajribasi bilan ko'pchilikni ortda qoldiradi. Hozirda tugallanmagan oliy ma'lumotli hisobchi bo'lib, raqamlar bilan ham, odamlar bilan ham til topishib ketadigan mutaxassis. Oila masalasida esa u haqiqiy bosh direktor. 3 nafar farzand tarbiyasi bilan shug'ullanib, ish, uy va bolalar jadvalini Excel'dan ham aniqroq yuritadi. Ba'zan ishxonada kadrlarni tartibga solsa, uyda esa kichik 3 kishilik jamoani boshqaradi. Qisqasi Oygul hujjatlarda jiddiy, hayotda quvnoq, ishda tartibli, uyda esa mehribon va sabrli ona. Beshinchi ishtirokchimiz Eshon va Turg'ona. Yaqinda ishga kirgan bo'lsa ham, go'yo anchadan beri jamoada ishlaydigandek. Oilali, 2 farzandning onasi. Turmush o'rtog'i betob bo'lsa ham, hayot qiyinchiliklariga kulib qaraydigan, nolimaydi. Aksincha ishga kelib, hamma bilan hazillashib, kayfiyat ulashib yuradi. Shunchaki odamki, go'yo ichida kichkina quvvat stansiyasi bor. Har doim kuch topib oladi. Ishtirokchilar bilan